Qalb diyoridan maktublar. Assalomu alaykum azizam. Salomatmisan? Anchadan buyon senga maktub yozishni reja qilaman-ku. Men ham sening kabi ish, oila, turmush tashvishlaridan ortib, yozishim biroz cho'zilib ketdi. Ha, mayli. Hech qisi yo'q. Alloh taolo eng xayrli kunning xayrli soatlarida ushbu maktubim senga yetib borishini iroda qilgan ekan. O'ziga hamd. Eslaysanmi? Bir vaqtlar kichik qizaloq eding. Qalbi umvon, tirishqoq, orzularing bir olam edi. So'ng ulg'ayding, turmush qurding, birin-ketin farzandli bo'lding. Hayot sinovlari seni o'z domiga tortdi. Hayot so'qmoqlarining qayeridadir sen o'zingni yo'qotib qo'yding. Hozir esa o'zingni topishga harakat qilyapsan. Shuning uchun ilk maktubim o'zlikka qaytish haqida bo'la qolsin. Qalbingda bir g'ashlik, o'zgacha bir bezovtalik bor. Hammasi joyida, lekin bu bo'shliq qayerdan kelyapti deb o'yga tolasan. Nimadir qilib bu bema'ni hissiyotdan qutulmoqchi bo'lasan. Shartta hamyoningni olib bozorga yo'l olasan. Do'konlarni aylanasan. Aksiyada yaxshi kiyim-kechaklar ko'rib, kerak bo'lib qolar deb olasan. Yana bir nimalar xarid qilasan. Sendagi bezovtalik, g'ashlik chekinganday bo'ladi. Uyga kelib, xarid qilganlaringga boqib, o'zingni yanada yaxshiroq his qilishga urinasan. Ammo bezovtalik yana balq etib, yuzaga qalqib chiqadi. Keyin oilaviy ovqatlangani borasan. Keyin televizorni yoqib, bitta yaxshi kino ko'rasan. Keyin musiqa tinglaysan. Qo'shnilar bilan suhbatlashgani chiqasan. Shu bema'ni hissiyotlar, bezovtalik, bo'shliq seni tark etishini juda xohlaysan. Kimdir men senga shuncha pul bersang, o'zingni yaxshi his etadigan qilib qo'yaman desa, o'sha pulni yerni tagidan bo'lsa ham topib berardim deb o'yga tolasan. Balkim shunday psixologga uchrab ham qolarsan. Lekin oxir oqibat u ham yordam bermaydi. O'zingni yaxshi his qilmaganing uchun mas'uliyatlaringda oqsaysan. Ko'nglingga qil ham sig'maydi. Nari bor deb bolalarni ham urib turtasan. Bu seni yanada yomonroq ahvolga soladi. Chunki endi o'zingni aybdor his qilishni boshlaysan. Bu nima? Qanday holat? Senga tanish albatta. Aslida o'zingni o'zing bezovta qilyapsan. Seni ruhing va qalbing bezovta qilyapti. Azizam, Alloh taolo insonlar va jinlarni o'zigagina ibodat qilish uchun yaratdi. Bu fitratimizdan qancha uzoqlashsak, shuncha qiynalamiz. Qalbing asl fitratingga qaytish uchun baqirib chaqirmoqda. Qalbingni tingla, o'zligingga qayt. Kel, yaqinroq o'tirib ol. Men senga yaxshiroq tushuntirib beray. Pichoqni vazifasi kesish. Kesish uchun foydalanilmay turgan pichoq o'tmaslashib, sanglashni boshlaydi. To'g'rimi? Har bir narsa aniq bir maqsad bilan yaratilarkan, undan qanday foydalanish uchun instruksiya, qo'llanmalar bilan keladi. Banda yolg'iz Allohga ibodat qilish uchun yaratildi. Va qanday ibodat qilish kerakligi, biz uchun yaxshi turmush tarzini qo'llanmalari Qur'on va sunnatda berildi. Bezovtalik, tushkunlik, umidsizlik, g'ashlikni his qilganingda yolg'iz qolib, Allohni zikr qil. Qur'onni o'qib tafakkur qil. O'limdan keyingi abadiy hayot haqida fikr yurit. Shunda ruhing taskin topadi. Qalbing orom oladi. Bilginki, bir yomon amal seni ikkinchisiga yetaklagani kabi, bir yaxshi amal ham seni ikkinchisiga yetaklaydi. Kelgusi maktublarimda men senga qilishing mumkin bo'lgan yaxshi amallar haqida yozaman.
Hozir esa hamma narsa o'tkinchi ekanini, bir kun kelib bu yerdagi hayot sinovlari tamom bo'lib, Allohning huzuriga qaytishligimizni eslatmoqchiman xolos. Qur'onni o'qib tafakkur qilganing sari ba'zi narsalar qadrini yo'qotadi, boshqalari esa qadrli bo'ladi. O'sha uyda, o'sha oilada, o'sha farzandlar bilan yashashda davom etyapsan-u, lekin hayoting o'zgarishni boshlagan. Hamma narsa sen uchun boshqacha ma'no kasb etyapti. Avvalgiday bozorga, restoranga, qo'shninikiga yugurib ketmaysan. Ehtiyoj tug'ilganda borasan. Nafsingni jilovlaysan. Alloh roziligi uchun deb niyat qilyapsan-u, kundalik hayotingdagi barcha xatti-harakatlaringni ibodatga aylantiryapsan. Ovqat qilyapsan-u, diling zikrda. Uy tozalaysan-u, quloqchin bilan tafsir tinglaysan. Allohni taniganing uchun o'zingni baxtli his etasan. Shuncha odamlar orasidan Robbim o'zini tanitishlik uchun meni tanlab olibdi-ya deb entikib qo'yasan. Qani, boshqalar ham bilsa edi, asl fitratimizga mos yashash hayotimizni naqadar sodda va go'zal eta olishini deb orzu qilasan. Alloh seni, meni, jumlamizni aslimizga qaytishga hidoyat qilsin. Unutma, biz qalb diyoriga safar qildik. Qalb diyorida ko'rishguncha